Toshkentning changli havosidan himoyalanish va uyda to'yimli toza havo olishni xohlasangiz, bitta uyingizga havo namlagich olib qo'ying. Bu texnikaga talab kuchayib, narxlari ham oshib bormoqda. Lekin sizga sifatli va arzon narxda qatdan olishni o'rgatib qo'yaman. Videoga like bosib, yaqin tanishingizga yuborib qo'ying, unga ham kerak bo'ladi. Buning uchun taksi chaqiradigan Yandex.Go ilovasidagi market degan bo'limga kirib olasiz va mahsulotlarni topish ustiga bosib, havo namlovchi deb yozsangiz, o'zi har xili chiqadi. Aynan men olganim mana 419 ming so'm bo'lib turibdi. 7 kishi sotib olibdi va 5 ballik sistemada turibdi. Bitta shuni ishlatib sizga hozir ko'rsatib beraman. Bitta savatga kirib olasiz, qarang. Keyin sarg'i yozuv savatkani bosasiz va pastda savat belgisini bosasiz. Promokod degan yozuv ustiga deb yozsangizgina sizga katta chegirma taqdim etadi va ro'parasidagi ssrilkani bosasiz. Qarang, narx o'zgargan 364 ming so'm. Agar pulim kamroq desangiz, kichkina variantini ko'rsatib beraman. Mana 153 ming so'm chegirmaga tushgan. Bundan ham bitta savatga solasiz, pastda savat belgisini bossangiz, promokod degan yozuv chiqadi. Buni ham ustiga ro'parasidagi ssrilkani bosasiz. Narxi 98 ming so'mga tushadi. Rasmiylashtirishga o'tish ustini bosib, 100 ga yaqin punktga zakaz qilib olasiz, tekinga olib kelib berishadi. Promokod xohlagan 150 ming so'mlik mahsulotingiz uchun birinchi buyurtmaga ishlaydi.